Hammaga salom. Bugungi obzorimizda Tiggo 7 Pro avtomobili. Tiggo 7 Pro avtomobilining 3 ta pozitsiyasi bor. Life, Premium hamda Pro Max. Life 299 million 900, Premium avtosalondagi 344 million 900, Pro Max esa 364 million 900 bo'ladi. Рассрочка, avtokredit, avtolizing hamda naqd pul tartiblari mavjud. Avtokredit, rassrochka, avtolizing hamda naqd pul to'lov tartiblari mavjud. Avtokreditga oladigan bo'lsangiz, eng kam 25% boshlang'ich to'lov bilan 5 yilgacha xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Rassrochkaga eng kami 30% dan boshlab 70% gacha to'lov bilan 1 yildan 3 yilgacha xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda naqd pulga oladigan bo'lsangiz, 2026-variantini 25 million foyda asosida olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz 1.5 turbina motor bo'lib, 147 ot kuchiga ega. Net faralar, uzunligi 4.55 cm, bo'yiga esa 1.69. 360 gradus kamera hamda beskutchovoy dostuplar ham mavjud. Avtomobilimizga o'tirganingizda panorama tom, 12.3 dyuymli monitor, multimedia rul, 4 ta sidenya qiziydi hamda rul ham qiziydi. Rechakka esa alohida baho beramiz. Xotira o'rindig'i mavjud. Barimiz xolodilnik vazifasini ham bajaradi. Беспроводная zaryadka, USB hamda Type-C portlari mavjud. Apple CarPlay, orqa paktron datchiklar bilan jihozlangan. Elektron bagaj sig'imi 475 litr.